Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Do'stlik aloqa qarindosh fondining a'zolari va bizni qo'llab kelayotgan ihsonli birodarlar. Bugun navbatdagi video murojaatimiz Abdulhakimova Dilshodaga. Bugungi kunda Dilshodaga yordam kerak. Yordam so'rashimizdan maqsad Dilshoda hozirgi vaqtda servis pechan og'risi bilan qattiq og'riyapti. Va bunga yordam so'rab akalari va qarindoshlari kelishgan ekan. Hozir to'liqligicha so'rab bilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar. Sinimiz hozirgi vaqtda 24 yoshda. Uni 1,5 yashar farzandi bor. 2 yildan beri shu kasallik bilan davolanib keladi. Inshaalloh Alloh qodir qilgancha o'z ihsonlarini ayamaydi degan umiddamiz. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli birodarlar, shu kungacha ihsonga muhtoj oilalarni va dardi bor oilalarning videolarini qo'yib kelyapmiz. Bee'tibor emassizlar, juda ham ko'p yordam beryapsizlar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin va shu videomizga ham bee'tibor bo'lmanglar. Senimiz juda ham yosh, yana ham kichkina farzandi bor. 1,5 yashar farzandi bor ekan. Shu farzandi uchun onasini sog'ayib ketishligiga yordam beringlar. Birodarlar, sinimizning operatsiyasi Indiyada bo'lar ekan. Va bu operatsiyaga $40,000 pul kerak ekanda. Birodarlar, o'zlarini mablag'i yetmaganligi hisobidan sizlarga murojaat qilishyapti. Videolarimizga bee'tibor bo'lmanglar va boshqa gruppalarga tarqatib birodarlarimizga yetkazinglar. O'z hisobinglarni qo'shinglar. Alloh taolodan o'z mukofotlaringlarni olishlikka muyassar bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.